Arablar olib borgan fathlar 7-8 asrlarda ulkan hududlarni qamrab olgan Arab xalifaligi davlatining tashkil topishi bilan yakunlanadi. Xalifalikning avval Xulafoi Roshidinlar, to'g'ri yo'ldan boruvchi xalifalar, so'ng Ummaviylar 661-yil 750-yillar va Abbosiylar 750-yildan 1258-yilgacha sulollar boshqargan. Xalifalik tarkibidagi mamlakatlarda boy madaniyat yaratilib, u turli xalqlar yutuqlarining jamlanishi natijasida vujudga kelgandi. Xalifalik hududlarida ilm-fan, adabiyot va san'at yuksak rivojlanadi. 7-sinf Jahon tarixi 9-mavzu. Arab xalifaligi islom dunyosining barpo etilishi. Bugun siz Xulafoi Roshidinlar faoliyati haqida, aholini islomlantirish yo'llari haqida, Ummaviylar va Abbosiylar sulolasi haqida va Arab xalifaligining inqirozi haqida bilib olasiz. Choriyonlar davri. Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafotidan so'ng barcha arablarni birlashtirgan davlatdagi hokimiyat uning eng yaqin sahobalari qo'liga o'tadi. Xulafoi Roshidinlar davrida mamlakat rahbari, xalifa, o'rinbosar, davlat va xalifalik deb atala boshlanadi. Arablar birlashtirilgandan so'ng islom dinining umumiy maqsadi g'ayri dinlarni islomga o'tkazish edi. Dastlab Abu Bakr 632-yildan 634-yillikda xalifalikka saylanadi. Uning boshqaruvi davrida Arabiston yarimoroli aholisi islomni to'liq qabul qiladi. Arab qabilalarining hokimiyatga qarshi ko'targan qo'zg'olonlari bostiriladi. Uning xalifaligi davrida arablar Iroq va Suriyani fath etishadi. Abu Bakr islom davlati boshqaruvini takomillashtiradi. Xususan, mamlakatni boshqarish uchun maslahat kengashi tashkil qilindi. Har bir viloyatga vali, ya'ni hokim tayinlandi. Keyingi xalifa Umar ibn Hattob 634-yildan 644-yilgacha davrida Vizantiya qo'shinlari mag'lub etilib, bir necha yilda Suriya, Falastin, Misr, Eronning katta qismi va O'rta Yer dengizining ba'zi adabiyotlarda O'rta dengiz deyiladi, Afrika sohillari zabt etiladi. Uning davrida soliq o'lpon tizimi ishlab chiqilib, devon ro'yxatiga kiritilgan barcha davlat xizmatchilariga maosh to'lash joriy etiladi. 637-yil aprelda yangi musulmon yil hisobi hijriy yil taqvimi joriy etiladi. Musulmonlar Umarni taqvodor, din masalasida adolatli bo'lgani uchun Umar odil, hukmronlik davrini esa islomning oltin asri deb tasvirlashgan. Usmon ibn Affon xalifaligi davrida 644 va 656-yilda xalifalik qilgan. Eron Sasoniylar davlatini fath etish tugallanib, Amudaryo sohillariga chiqishdi. Musulmonlarning Tunis va Kavkaz orti o'lkalaridagi mavqei mustahkamlanadi. Xalifaning buyrug'i bilan Qur'on Karim matni to'planib, bir butun kitob shakliga keltiriladi va turli o'lkalarga tarqatiladi. Hozirgi kunda ulardan biri muqaddas yodgorlik sifatida Toshkentning eski shahar qismida joylashgan Mo'yi Muborak madrasasida saqlanmoqda. Xulafoi Roshidinlarning so'nggisi Ali ibn Abu Tolib xalifaligi 656-yildan 661-yilda. Uning davrida hukmronligini tan olmagan toifalar paydo bo'lgan. Alining tarafdorlari shiyalar, raqiblari esa xorijiylar nomini olgan. Oqibatda Ali xorijiylar tomonidan o'ldiriladi. 661-yilda hokimiyatni Ummaviylar sulolasi asoschisi Muaviya egallaydi. Tarixiy mushohada. Manbalarda yozilishicha, xalifa Umar ibn Hattob davrida islomiy fathlar nihoyatda kengayadi. Musulmonlar Fors yerlarini fath qilar ekan, Tustar degan qal'ani ishg'ol qilishga to'g'ri keladi. Sad ibn Abu Waqqos boshchiligidagi arab askarlari qal'ani uzoq muddat qamal qilib 6 oyda ham egallay olishmaydi. Qo'shinning jangovar ruhi tushib ketadi. Qurol-yarog' va oziq-ovqat zaxirasi ham tugay boshlaydi. Barcha musulmonlar qanday yo'l tutishni bilmay turganlarida yuziga niqob tutgan bir kishi kirib keladi. Men qal'ani qanday qilib ochishni bilaman. Mening aytganimni qilsangizlar, sizlarga yordam beraman deydi. Shunda qo'shin amri, nima qilishni ayt, biz rozimiz, deydi. Niqobli kishi esa, meni palaxmonga o'tkazib shaharning ichiga uloqtirasizlar. Men sizlarga qal'a darvozalarini ochib beraman, deydi. Yarim tunda askarlar uni palaxmonning kapkiriga o'tkazib uloqtiradilar. Sog'-omon qolgan niqobli kishi soqchilarni o'ldirib, darvozalarni ochib beradi. Jangga shay turgan askarlar qal'aga kirib kelishadi. Qal'a egallanadi. Musulmonlar juda katta o'ljalarni qo'lga kiritadilar. Qo'shin amri o'ljalarni taqsimlashni e'lon qiladi. Uning katta qismi haligi niqobli kishiga beriladigan bo'ldi. Ammo oradan 3 kun o'tsa ham niqobli kishi kelmaydi. Shunda Sa'ad ibn Abu Waqqos butun qo'shinga barchaga yetkazing. Amrga itoat qilmasa Allohning oldida gunohkor bo'ladi deb buyuradi. Natijada Amirning chodiriga bir kishi kirib keladi. "Ey Amir, men niqob egasini taniyman. Uning 3 ta sharti bor ekan. Shularni bajarsangiz kelar ekan va o'zini tanitar ekan", deydi.
Birinchisi, u siz bilan gaplashar ekan, gap faqat ikkovingiz oralig'ingizda qolar ekan. Ikkinchisi esa u odamning nomini tarix kitoblarga yozdirmas ekansiz. Uchinchisi esa hatto uning hokimligini xalifaga ham aytmaysiz ekan. Sa'd ibn Abu Waqqos barchasiga rozi bo'ldilar. Shunda haligi kishi men edim o'sha niqobli odam deydi. Musulmonlar Madinaga qaytib borgach, xalifa Umar niqobli kishi haqida Sa'd ibn Abu Waqqosdan so'raydi, ammo Sa'd va'dasidan turib hech narsani aytmaydi. Umayyadlar hukmronligi. Umayyadlar davrida poytaxt Damashq shahri bo'lib, Suriya xalifaligining markaziy viloyatiga aylanadi. Umayyadlar boshqaruvi davrida xalifa lavozimi nasliy merosga aylantiriladi. Davlat xazinasi hamda davlat arxivi tashkil etiladi. Arab tili davlat tili deb e'lon qilinadi. Xalifalikning Jabal at-Tariq boshchiligidagi qo'shni 711 va 714-yillari Piraniya yarimorolidagi hozirgi Ispaniya Veskot qirolligini bo'ysuntiradi. Arablarning shimolga siljishlari 732-yili Poitiers jangida to'xtatiladi. Sharqda ular Tabariston, Jurjon, Mavron-Nahr va Hind daryosi sohillarigacha, Multon qal'asi bo'lgan yerlarni, g'arbda Shimoliy Afrika va Ispaniyaning katta qismini bosib oladilar. Ammo Umayyadlarga qarshi bir necha bor xalq qo'zg'olonlari bo'lib o'tadi. Bu esa ularning hokimiyatini zaiflashtirib, Abbosiylarning hokimiyat tepasiga kelishlariga imkon beradi. Abbosiylarning hokimiyatga kelishi. Xalifalikdagi siyosiy vaziyat keskinlashishi natijasida 8-asr o'rtalarida hokimiyat Abbosiylar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning amakisi Abbosning avlodlari qo'liga o'tadi. Abbosiylar o'z qarorgohi Bag'dod, Xudoning nomi shahriga ko'chiradi. Ushbu sulolaning eng mashhur xalifasi Harun ar-Rashid 786-yildan 809-yilgacha bo'lgan. Musulmon bo'lmaganlarni xalifalikda davlat xizmatiga olishmagan va ular ko'proq soliq to'lashgan. Natijada ko'pchilik islomni qabul qilib, arab tilini o'rgangan. Shu tariqa aholining asosiy qismi musulmon bo'lgan. Xalifalikning inqirozi. Xalq qo'zg'olonlari va hokimiyat uchun kurashlar xalifalikning siyosiy inqirozini boshlab beradi. Xalifalikdan ilk mustaqil amirlik Ispaniyada 756-yil ajralib chiqadi. U 10-asrdan Qurdoba, ya'ni Kordova amirligi deb atala boshlanadi. 9-asrda Misr, Eron, Mavron-Nahr va Xuroson mustaqillikka erishadi. Abbosiylar tasarrufida faqat Yaqin Sharq va Arabiston yarimoroli qoladi. Seljuqiy turklar 1055-yili Bag'dodni egallab, xalifaning dunyoviy vazifalaridan chetlatadi. Mo'g'ul xoni Xulokku 1258-yilda Bag'dodni egallagandan so'ng arab xalifaga barham topadi. Atamalar izohi. Choryo'llar, forscha to'rt do'st, to'g'ri yo'ldan borgan dastlabki 4 xalifa.